Ushbu loyiha Asakabank hamkorligida Xorazm viloyati Gurlan tumani Beshuy mahallasida 459-608 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sholi ekilgan, maydon hajmi 10,5 gektar, uzunligi 325 metr, bo'yiga 270 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar to'liq unib chiqib, o'sish jarayonida. Ekinlarni yetishtirish 168 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'tlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 39 ta dehqon xo'jaligi kiritilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,34 gektardan yer maydon to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Hakimboy nabiralari fermer xo'jaligi ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 11 tonna, jami 148,5 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish niyatidamiz.